Siz bir ishlamaysiz. Qanaqasiga yana birov ishga aralashma deysiz? Endi meni biznesim bitta emas, to'g'ri tushunasiz. Har xil bozorlarda qo'yib qo'yganman bitta nuqta qilib, maylimi? Sizga o'xshagan bitta joy o'zida o'tirmaymiz-da biz. Har xil joydamiz. Bizda savdo shunda ham zo'r bo'lyapti, xotirlanmang. Albatta, sizda bitta joyda savdo bo'lyapti. Menda 7 ta joydan bir xil savdo bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti-da. Hammasi chala bo'lyapti-da. Endi amaliyat. Bir ishni oxirigacha tugatib, keyingi ishni boshlagin deyishgan, bilasizmi? Ota-bobolarimiz. 7 kishiga 40 ta hunar oz deydi ota-bobolarimiz. Endi baribir shuni to'liq qilish kerak-da, chala-chala qilmasdan. Bir joyda ko'karadi. Lekin boshqa joyga ham olib o'tib yaxshi suv quysa, u yerda ham ko'karaveradi. Qarang-a. Mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Qiyin-o. Bo'pti, mayli, salomlashing. Assalomu alaykum, bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni muxlislari, salomatmisizlar, kayfiyatingiz yaxshimi? O'zi mana bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni o'zi 60% muxlisi ayrim mana shu bozorda savdo qiladigan dehqon akalarimiz, opalarimiz o'zi tan olish kerak, chunki bozorimizni juda ham yaxshi ko'radi. Albatta biz ham bozor yaxshi ko'rgan holatda bugun Mirobod dehqon bozoriga keldik. Bozorchi insonlarimizni kayfiyatlarini ko'tarib, hammani xursand qilib, shod qilib ketamiz nasib. Demak, bunchalar zo'rsan desak bo'ladi-ya? Ha? Xotirlanyapsiz-a? Nimadir to'g'ri kelmagan, faqat bizga bildirmayapsiz. Qarina endi men bugun kassa topshirishim kerak. Kechadan xullas bir oy davomida chiroyli qizlar kelsa mandarin oldi, bu oldi, nechta pul deb. Joning sog' bo'lsin, tekinga deb berib yubordim. Sizni rastangizda mana ko'katlar sotyapsiz, sabzavotlar sotyapsiz. Bodring, mana chesnok, gulkaram. Mandarinlar meni rastamda-yu. Ana kuyda. Yo'q, to'xtang. Hech qachon qaramang. Klient keldi. Yo'q, klient kelgani yo'q. Siz meni rastamdan mandarinlarni olib sotyapsizmi? Shunday-a? Qanday qilib? Xizmat qilmagan odamga sotyapsizmi demay, shunchaki berib yubordim, sotishga kirmaydi. Odam yaxshilik ham qilish kerak, qarang. Qaytarib joyiga olib kelib qo'ying. Tushundingizmi? Ko'rsatuv oxirida. Donaga hisoblaymiz. Donasi 20 mingdan. Xo'p, bir donasi. Eshittiring, necha dona mandarin sotgan bo'lsam, shuni chesnok qilib qaytaraman. Yo'q, menga chesnok kerak emas. Ko'rdinglarmi? Xullas, ko'rsatuv oxirida qaytarib joyiga olib kelib qo'ying. Bo'l, xo'p. Bo'p, yaxshi. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Kelinglar mana apelsinlar bor tekinga. Chiroyli qizlarga tekinga beramiz.